Yuz oshtini boshlaymiz. Sovg'alar tayyor. Bo'ldi, tayyor. Shan. Ha? Gaz nizat bo'ladi, shundan yig'ilamiz. Bu ana qizil gilam ko'ryapsan, o'sha yerda turasan, ammam xolam keladi, senga sovg'a berib, yuzingni ochib o'padi, keyin sen ko'tarib yerga uradi. Ko'tarib olib chiqib ketmoqchi bo'ladi. Shu qizil gilamni olib chiqib ketsa, sen sovg'a berasan. Sovg'ang bormi? Yo'q. Bo'lmasa yangilar sizlar qattiq ushanglar, shunday qo'llarini uzib olinglar kerak bo'lsa. Buni mansi ne bo'ladi? Men yaxshi bilmayman, menimcha o'sha seni quchoqlab uradi-ku, kuchiga qarab kimga gap qaytarmaslikni bilib olasan. Tushundingmi? Bosing. Qaynopangga ilib bersang ber. Baxtli bo'ling. Qaynopa Slaviya kelgan. Alloh. Baxtli bo'ling, kelin bola, hali siz bilan ko'p hisoblashamiz. Birga bir qo'yib ber, o'zim qatiraman. Al yeningga. Mantiqos bu emas. Qani kelingchi. Kelin, sizdan menga qimmatbaho narsa kerak emas. Sizdan menga bitta narsa kerak. Oyini. O'g'limdan uzoqroq yuring.